Hammaga salom. Meni ismim Karsibayeva Sabina. Men dunyodagi eng go'zal Dubay shahrida yashayman. Albatta, Jumeirah Beachda. Tanishing, turmush o'rtog'im Johnny. Honey, do you remember that tonight we have a dinner with the family? Oh, yes. Johnny, kimsan shayxning o'g'li? Bugun kechki ovqatga shaxsan men uchun ishlab chiqilgan usul bo'yicha Avstraliya qisqichbaqalarini pishirib berishadi. Yaxshimisiz? Voy, kechirasiz. Hello. Dubaydagi eng qimmat restoranlar va mehmonxonalar tarmog'i oilamizga tegishli. Xullas, hayotim judayam ajoyib. Judayam baxtiyorman. Yerdagi jannatdaman. Bilasizmi? Agar shular rost bo'lganida, judayam zo'r bo'lardi. Janubiy Qozog'iston viloyati Jugeri qishlog'ining chekkasi. Aslida bu yilni Jugeri qishlog'ida o'tkazdim. Lekin menga Dubaydagi Jumeirah Beachda yashashni va'da qilishgandi. Bu qishloqqa qanday kelib qolganim sizga qiziqtir-a? Asil Media sizlarga taqdim etadi. Hayotim betashvish, quvnoq edi. Har bir almatalik qiz orzu qilgan barcha narsam bor edi. Qimmatbaho mashinam, dugonalarim, har kunlik xaridlar va bu xarajatlarni ko'taradigan dadajonim. Sabinka ismli kelin. Birgina orzuyim oq Bentley'dagi shahzodamni uchratib, ota-onamni nazoratidan uzoqroqqa qochib ketish edi. Rahmat, Bibigul xola. Qishloqdan gumanitar yordammi? Sabina, telefoningni kavlashni bas qilsang-chi. Obbo, dada. Oyi, necha marta aytay, buni yemayman deb. Qo'yni o'zi-ku bu. Fu, yeyishni xohlamayman. Agar bilsang, bu bizning milliy taomimiz. Jonga tegdi. Milliy-pilli qurib ketsin. Yetar endi. Hay qizim, bo'ldi qil, to'g'ri gapirsanchi. Sizni tushunmayapman. Agar bilsangiz, Shvetsariyada menga buni o'rgatishmagan. Shuning uchun 5 barmoq, pesh barmog'ingizni o'zingiz yeng. Siz esa agar bilmasangiz, bilib qo'ying. Shaharga kelganda mehmonxonada yashash ham mumkin. Hech bo'lmasa, oldindan ogohlantiring, xo'pmi? To'g'rimi, oyijon? Sizga ham bu yoqmaydi-ku? Mayli, men ketdim. Sizlarga yoqimli ishtaha. Allo, Edik, keldingmi? Voy tavba, nima deyapti? Xudo asrasin. Bir kuni shu kun kelishi va orzuyim ro'yobga chiqishini bilardim. Bu kun o'sha kun, juma kuni edi. Eng qizig'i, qizlar to'y qayerda bo'lishini bilasizmi? Taldegida. Qani, Taldegi uchun olamiz. Taldegi. Taldegidagi malikaman. Mana eng zo'r sevgi haqidagi filmlardagidek u paydo bo'ldi. Johnny. U meni taqdirim ekanini tushundim. Va bir daqiqa ham ketkazmay tashabbusni qo'lga oldim-da, orzuyim tomon oshiqdim. Barcha dugonalarimni ketkazib, u bilan yolg'iz qoldim. Zavjam, bo'lishingni istayman. Bu kutilmagan gap bo'ldi. U menga darhol yoqib qolgandi. Lekin taklifni darrov qabul qila olmasdim. Johnny, o'ylab olishim kerak. Bugun kechqurun men uchib ketaman. Dadam shayx menga aytgan. Agar sen yaramas uylanmay qaytsang, do'stimni qiziga uylanishga majbursan.
Shunday dedimi? Ha. Men hashamatli villada yashashni istamayman. Dubayning Jumayra bichida boshqa ayolga sendan boshqa. Nima deyishni bilmasdim. Shuning uchun ayta qoldim. Roziman. Dubayga uning shaxsiy oltin samolyotida uchishimiz kerak edi. U shahar tashqarisida shaxsiy aerodromida edi. U yerga maxfiy bo'lgani uchun taksida ketdik. Xuddi Joni aytganidek. Maxfiy bo'lishi uchun taksida ketamiz. Nimaga rozi bo'lganimni bilganimda edi. Yo'lda ko'nglim behuzur bo'lib, uxlab qopman. Uyg'onganimda esa Ya, kelinimiz keldi. Ana, kelinimiz keldi. Voy tavba tavba. Axiri o'g'limiz kelin olib kelibdi-da. Kelinimiz chiroyli ekan. Joni, nimalar bo'lyapti? Bu odamlar kim? Who is it? Hey, bo'ldi. Endi xotinimsan. Shu yerda yashaymiz. Bu hazilmi? Yashirin kamera olyaptimi? Kamera qani? Oltin samolyotim qani? Voy, tilla deyapti. Tilla ziraklarni olib keling. Qani ro'molni ham olib kelinglar. Joni, Jumayra Beachda yashaymiz deganding-ku. Bu nimasi? Shu yerda yashaymiz. Jugerida. Hay, nega turibsiz? Kelinimni tabriklanglar. Yo'q. Xullas, shunday kelib qoldim. Ha, men bu ahvolga tushib qoldim. Meni olib kelishgan kuni meni ko'rish uchun butun urug' aymog'i yig'ildi. Ana shundan keyin video kundalik yuritadigan bo'ldim. Salom. Meni ismim Karsibayeva Sabina. Iltimos, kimdir shu video yozuvini ko'rsa, uni Almatadagi ota-onamga ko'rsatsin. Samal mikrotumani 79-uy 44-xonadon. Meni aldov yo'li bilan Jugeri qishlog'iga olib kelishdi. Ammo Dubaydagi Jumayra Beachda yashaysan deyishgan edi. 4 kundan beri shu yerdaman. Bilasizmi, Joni ismli sheyx o'g'li qishloq cho'poni Jonibek ekan. Ular pasportim bilan telefonimni olib qo'yishgan. Ostona xatlab chiqarishmayapti. Mobil telefonlar ishlamaydi. Sharoit ham dahshatli. Yana ustiga ustak kiyimlarimni ham olib qo'yishdi. Gucci, Louis Vuitton, Hermes. Mana bularni kiydirib qo'yishdi. Qarang. Yaxshi ham sevgan bilak uzugimni yashirib qo'ygandim. Qarang. Bu yerga qurolli kuchlarni chaqirish kerak. Nega meni o'g'irlab ketganini hech ham tushunmayapman. To'g'ri, meni sevib qolish juda ham oson, lekin bu baribir adolatsizlik. Iltimos, meni qutqaring. Juda qo'rqib ketyapman. Oyijon. Kim bor? Voy Sabina. Nega o'tiribsan? Bor, og'ilni tozala. Oy kampir, sizni tushunmayapman. Meni qo'yib yuboring. Dadam istagan pulingizni beradi. Bor dedim, tezroq bo'l. Sizni tushunmayapman. Bitta qo'ng'iroqqa haqqim bordir axir. Nima deding? Hey, nega o'tiribsan? Ha? Choy ichgach idishlarni yuv. Hech narsani yig'ishtirmayman. Sizga xizmatkormanmi? Bor dedim. Endi kelinsan. Bormayman dedim. Unda ovqat yemaysan. Ovqat yeyishni o'zim ham istamayman. Shunday qilib, noroziligimni bildirib, ocharchilik e'lon qildim. Shunaqasini televizorda ko'rgandim-da. O'zbek tilidagi tarjima filmlarni tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring. Lekin bu oson emasdi. Tinmay ovqatni o'ylardim.
Voy, kimsan? Kimsan? Hojatxonaga chiqdim. Mumkin emasmi? Yana ketimdan kuzatishadi-ya. Qara tunka. Voy, buncha sovuq. Nima? Isib ketdingmi? Yaxshi. Mayli. Ё-моё! Что-то туда страхованно идти. Я лучше здесь сяду. Ёлки-палки. Дурацкий аул. Давай. Фу, чем пахнет. Что это такое? Помидоры. Ой. Если бы не аллергия, их похавала бы. Qisqasi taslim bo'lishga ahd qildim. Tupkaning tagidan och o'lib ketkim kelmadi. O'zimni taqdirga tan bergandek ko'rsatib, imkon tug'ilishi bilan qochib qolmoqchi bo'ldim. Ochlik esa aslo ish bermadi. Nima ham qilardim? Hey, yaxshilab sipir. Oyim urushadilar. Daf bo'l, aqlli. Pomidor mazali ekanmi? Ha, mazali. Ha, albatta, o'g'itlanganda. Hey, nega tirjayapsan? Voy, Voy, Sabina. Qanday supuryapsan, ha? nima? Qanaqa supuryapsan deyapti, ha? Ey, Jonibek, borib eshakni bog'lab kel. Qanday supuryapsan deyapman. Qanday supurishni bilmayman. Balki o'zingiz ko'rsatarsiz, ha? Nima? Please, show me how to do it, yes? Ah? You? Siz Ko'rsataymi? Ha. Mana hozir qara Sabina. ko'rsating. Bunday olasanda, mana bunday qilib, qara. Changini chiqarmay supurasan. Oh, Ko'rdingmi? zo'rligini. Mana shunaqa, Oh, mana. juda yaxshi supurar ekansiz, ha? Mana. Oh, Mana, qoyil. ko'ryapsanmi? Qayerda o'rgangansiz? Mana. Zo'r, Ana. qoyil Mana. sizga. Sabina, nima qilib turibsan? Borib uyni yig'ishtir. Ertaga qudalar keladi-ku. Nima deyapti? Bu xuddi imtihondek gap edi. Mehmonlar kelishdi. Qisqasi, qarindoshlar kelishi kerak edi. Qudalarda. Ularni boshidagi bosmachi bilan yoki ularning aytishicha bosh quda. Meni darhol nima qilishim kerakligi haqida ogohlantirib qo'yishdi. Xuddi shlagbaumdek tushib ko'tarilishdek gap ekan bu. Tushasan va ko'tarilasan. Yaxshiyam unchalik qiyin emas ekan. Qishloq odatiga ko'ra, kelin eshik tagida o'tirishi kerak. Eng nufuzli mehmonlar esa to'rda. Keliningiz chiroyli ekan. Qizim, qayerlik bo'lasan? Bo'lasiz. Kelinimiz shahardan kelgan, qozoqchani yaxshi bilmaydi. Hay Sabina, choyni yaxshilab quy. Qo'y. Bu nima deganingiz, oyi? Kap-katta xotinning gapini qarang. Hey, Jako. Qishloqdan qiz topilmadimi? Qizim, aytchi, qaysi urug'dansan? Hey, urug'ing qanday? Urug'. Urug'mi? Mail.ru. Pochtam Mail.ru'da. Xolajon, keliningiz bizni tushunmayapti-ku. Eng qiyini choy quyish ekan. Hammaga teng quyish uchun ko'zda chamalash va qaysi piyola kimniki ekanligini eslab qolish kerak ekan. Xolajon, bu keliningizni qo'lidan balo ham kelmaydi-ku. Choyi sovuq-ku.
Yetmaganiga yana qolgan choylarni to'kadigan piyola ham bor ekan. Ba'zan uni adashtirib qo'yish hech gap emas ekan. Choydan iching. Bu hayotimdagi eng baxtli onlardan biri В моей edi. жизни. Подобное я испытывала, когда в первый раз попробовала кальян. Когда впервые поцеловалась с красивым парнем. Когда впервые в 10 лет напилась шампанского. Короче говоря, я была счастлива впервые за последнюю неделю. Yana shuncha rezinali poyabzallarni ko'rib hayron ham bo'ldim. Ularda bu urf ekan. Uni kalish deyisharkan. Bu xuddi kalishlar festivaliga o'xshardi. O'sha kuni qishloqdagi barcha mehmonxonalar yoki band yoki yopiq bo'lgan shekilli. Xullas, barcha qudalar shu yerda tunab qolishdi. Nufuzlilari, ya'ni bosmachisi, meni karavatimda uxladi. Undan pastroqlari esa divanda. Qora xalq esa polda yotdi. Shuningdek, men ham. Birgina orzuim bor edi, tezroq bu yerdan qochib qolish. Bunga urinib ham ko'rdim. Lekin doim tutib olishardi. Hay kelin, qayt, qani orqaga qayt. Bir kuni kartoshka qopiga ham tushib qoldim. Uni shaharga olib ketishdi desam, qo'shniga olib chiqib berishdi. Keyin esa velosipedni o'zim tuzatdim. Unda shaharga ketmoqchi bo'ldim-da. Lekin bir nimasini almashtirib qo'ydimmi? Xullas, badbashara ponidagi otaxon menga yetib oldi. Qisqasi, qochishning umuman iloji yo'q edi. Ammo eng dahshatlisi bir haftadan keyin ro'y berdi. Hammasi tugadi. Bu dahshatni o'zginasi. Iltimos, meni qutqaring. Men bolaligimdan to'yim mashhur shaharlarda, hech bo'lmasa Parijda bo'lishni orzu qilardim. Bu ahmoqona Jugeri qishlog'ida emas. O'tinaman, kech bo'lmasidan bu videoni ota-onamga yetkazing. Hamma to'ylardagidek e'tiborga sazovor yerlarda sayr qildik. Bunday to'yni faqat orzu qilish mumkin. Hammasi menga shirinlik ochishlardan boshlandi. Men ham ularga bir nima otmoqchi edim-u, lekin qo'l ostimda hech nima yo'q edi. Keyin qandaydir erkakni qo'shig'i ostida ta'zim qilishga majburlashdi meni. Menimcha u busiz qo'shiq ayta olmasdi. Ta'zim qilayotganim hammaga yoqqani uchun menga pul bera boshlashdi. Ammo qo'shiqchilar uni olib ketishdi. Ha, albatta, yuzimni ho'l qilib o'tishlari kerak edi. Tushunishimcha, o'pishlari uchun ularga kimdir ta'zim qilish kerak edi. Hey, nega K yo'q? Paxta yetmadimi? Bor-e, shu ham muammomi? Hay, Menga xoylama, bildingmi, Brad Pitt? O'zing menga uylanging keldi. Hali baxtli oilani ko'rsataman senga. Qarab tur. oyni chin dildan tabriklayman. Yetmaganiga yana juda g'alati o'rtakash ham bor edi. Hay, assalomu alaykum. Hammaga to'ylar muborak bo'lsin. Hey! Hammaga Sabinadek kelin ato etsin. Hamma baxtli, saodatli bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Lekin boshqalarga u yoqardi. Albatta, raqs ham bo'ldi. Bir mehmon biz uchun shunday xursand bo'lgandiki, tabriklaganda xotini tarjima qilib turdi. Hurmatli Janibek bilan Sabinajon. Lekin hammaga bosmachini qo'shig'i juda ham yoqdi.
Keyin bir kampirdan qiziqarli va qisqagina tabrik ham bo'ldi. Bolalarim, to'ylar muborak bo'lsin. Ha, baxtli bo'linglar, sog' salomat Tongda bo'linglar. hamma tarqay boshlagach, bu qishloqdagi har bir kelin singari hamma yoqni yig'ishtirishim kerak edi. Oy, och dedim, Sabina! Och! Men hech narsa yemadim, o'zingiz yig'ishtiring. Hoy, och dedim! Och! Yaxshi dam oling. Och! Ertasi kuni esa kechqurun meni xonamga Erjonim kirib keldi. Aslo meni xonamga kira ko'rma. Ahmoq, turqing qursin. Vaqt o'tishi bilan qishloq hayotiga ko'nika boshladim. Yordam kelishdan esa umidimni uzgandim ham. Lekin baribir ba'zi narsalar meni hayratga solardi. Yordam bering, yordam bering, yordam bering. Hoy, nega dodlaysan, ha? Ana u yuvnay desam, ana u turibdi, qarang, qarang. Nima deydi? Nima bo'ldi? Ana u qarang. Nima bu? Nima bu? Ay, bu cholimni tishku. Nima? Bu otamni tishi. Qishloqdagi hayot kutilmagan voqealar va hodisalarga to'la edi. Hoy! Hey! Nima qilyapsan? Nima deysan? Sendan so'rayapman-ku. Nima? Ko'rmayapsanmi? Sabzi qidiryapman. Oyim sabzi olib kel dedi. Bu odam bo'lmaydi, ahmoq. Hoy, shu yerliksan-ku, sabzi qayerda? Hoy, Sabina! Hoy, Sabina! Sabina! Nima? Ha, borib sigir sog', sut kerak. Hey! Borib tez sigirni sog'. Uf, mazax qilyapsizmi? Salom sigir. Men Karsiboyeva Sabinaman. Men bir ish bilan keldim oldinga. Ozroq sut olishim kerak edi. Agar qarshi bo'lmasang. Ha, bir narsam bor. Konfet. Har kuni o't yeyish joniga tekkandir, ha? Ha, shuning uchun Julietta jon, menga qara. Meni buzoqchang deb tasavvur qil. Ozroq sut berasanmi, a? Xo'pmi? Senga konfet beraman. Voy, axlatmi bu? Uf. Oyi, qarang. Buni uddaladim, sog'dim. U nima? Nima bo'lardi? Sutda? Voy, oz-ku. Iya? Nimasi oz? Sog'unimcha o'lib qolay dedim axir. Sizni bilmadim-ku. Men sut bilan choy ichishni yaxshi ko'raman. Yo'q. Otajon, men bilanmisiz? Qani? Bu yerdagi jonivorlar bilan munosabat o'rnata olmadim. Bir marta qo'yni emlashimni aytishdi. Bu esa oson ish emasdi. Shuning uchun ayyorlik qilishga to'g'ri keldi. Bunday qilishim esa xayolimga ham kelmasdi. Xo'sh, zo'r o'ylab topdimmi? Sabina! Oy, Sabina! Dada, hoy dada. Nima? Fermaga borib, Jonibekka ovqat olib borib ber.
Nima, men sizga xizmatkormanmi? Ha, bor. Jonimga tegib ketdinglar-da. Borib kel, olib kel. Hammasi jonimga tegdi. Bir kuni dahshatli voqea bo'ldi. Hatto ikkinchi bosqichda yangi labutin tuflilarini qirib olganimdan ham dahshatliroq edi. Ular meni ichak tozalashga majburlashdi-ya. Bu esa dahshatni o'zi edi. Xullas bunday. Ichakni olasanda tozalab chiqasan. Nima, kulyapsizmi? Hay kelin, ko'p gapirmay bo'l, tozala. Qo'lim bilanmi? Ha? Tezroq, hozir mehmonlar kelib qoladi. Qani bo'l, tozala. Oyi, dadajon, qorin tozalashni yomon ko'raman. Iltimos, meni qutqaring. Bu yer dahshatli joylar. Bu qishloq jonimga tegib ketdi, oyi. Qiziq, bu qishloq harbiy asirlar konvensiyasini imzolaganmikin? Yana bilasizmi, bu yerda hech qanday dori ham yo'q. Ular hamma kasallikni qandaydir quyruq moyi bilan davolashar ekan. Oyog'imni urib olganimda bir bo'lak moyni surtib qo'yishdi. Boshim og'risa ham shunday, qornim og'risa ham shunday. Unga chidash juda ham qiyin. Hidiga aslo chidab bo'lmaydi, oyi. Yana oyijon, tezroq keling. Senga. Nega doim qarindoshlari kelaveradi? Yashashga uyi yo'qmi nima? Yana bu qizchani ham olib kelishibdi. O'zi hojatxonaga bora olmaydimi? Nega tuvakini menga olib kelding-a? Nega yig'layapsan? Tushunmayapman. Hoy, tinchlan. Hey, nega uni xafa qilyapsan? Bor yo'qol. Senga sekin deyapman, hoy. Bazmga ketyapman. Borasanmi? Kim bilan? Sen bilanmi? O'zing bilasan. Hozir oyim uyg'onsa, baqirishni boshlaydi. Nima? Bo'ldi. Yig'lamasang-chi. Pomidor yeysanmi? Bodring yeysanmi? Shokoladchi yeysanmi? Lekin yo'q-da. Hammaga salom. Yana menman. Boshqa chidolmayman. Bu ahmoqona qishloq jonimga tegib ketdi. Bu yerda yashab bo'lmaydi. Bilasizmi, dush ko'chada joylashgan. Suv esa quyoshda isiydi. Bu dushning esa 30 mingta teshigi bor. Doim ko'ylakda cho'milishga to'g'ri keladi shuning uchun. Chunki anovi qo'shni mo'ralayveradi. Dushku maylukuya. Hojatxonasini ko'rmabsiz? Buni ko'rish kerak. U yerda mana bunday katta yashil pashshalar uchib yuradi. Uzz qilib. Dahshatni o'zi. Tabiiyki, qog'ozi ham yo'q bularni. Aytishlaricha, qog'oz faqat raisnikida bo'lar ekan. Ular qog'oz o'rniga kitob qo'yishgan. Eski Ayvengo. Lekin yomon emas, qiziq kitob ekan. Ammo oxirgi marta borsam, kimdir oxirgi 10 ta varog'ini yirtib olibdi. Nima bilan tugaganini bilmay qoldim-da. Shaharga qaytganimda albatta o'qiyman bu kitobni. Shunaqa. Yana bilasizmi, qishloqdagilarning hammasi yovuz ekan. Hammani uyida mana bunday qamchisi bor. Hammada. Keyin hamma bir-biridan samolyotmisiz deb so'rayverishar ekan. Samolyotmisiz deyaverishadi. Umuman tushunmayman. Ay, nega bu yerda o'tiribsan? Ha? Bor yordamlash. U yerda qo'y so'yishyapti. Nima? To'xtang, unday qilmang. Axir odamsizlar-ku. Iltimos, keragi yo'q. Iltimos qilaman, uni qo'yib yuboring. Bechorani qo'yib yuboring. U tirik jon-ku axir.
unday qilmang. Shunchalik vahshiymisiz? O'tinaman sizdan. Sizni sudga beraman, ha. Sizni sudga beraman. Iltimos, unday qilmang. Xo'sh, go'shti mazalimi? Judayam. Sabina! Sabina! Hoy, Sabina! Ha, Qazi qani? nima? Qazi qani? Stolda turgandi. Qayerda bo'lardi? Jizdida-da. Nima? Jizdi kelib qazini yeb ketdi. Shuni deb uyg'otdingmi meni? Esingni yeganmisan, cho'pon? Ahmoq. Telba. Eshak. Oyi? Nima qilyapsiz? Aylanay, sochimni qattiqqa yuvyapman. Ha, shampunmisan, shampuni? Agar dunyodagi hamma odamlar sochini qattiqqa yuvsa, Sochimni faqat qattiqqa yuvaman. Shuning uchun sochlarim jilokor. Bayan qattiqni tanlaydi. hoy bolakay. Dunyoda iPad borligini bilasanmi? Qishloq hayoti juda ham zerikarli edi. Bir kuni kelib, oltin soch bilan tanishmagunimcha. Kimga qarayapsiz? Ana u tovuqqami? Yo'q. Hoy, kim tovuq? Sen tovuqsan. Hoy, sen jinni bo'ldingmi? O'zing ibtidoiy odamsan-ku. O'zing o'shnaqasan, tushundingmi? Hoy, eski kalish. Hoy, nega turtasan? Oltin soch. Mana senga. Mana. Ur. Mana. Ur uni. Ur. Albatta. Oh. Bizda qozoqlarda yaxshi jangdan keyin haqiqiy do'st bo'lib qolishadi. Bilasanmi, hech qachon qizlar bilan urushmaganman. Maktabda ham, institutda ham. Bir kuni qiz bola bilan mushlashaman deb hayolimga ham keltirmagandim. Meni kechir, shunchaki juda ham rashkchiman-da. Mayli, bo'lib turadi. Demak, shahardan kelibsan-da. Shunaqa. Biz ota-onamnikida edik, kechagina keldik. Ha. Men esa bir oydan beri shu yerdaman. Ha, shaharda qizlar yalang'och yurishi rostmi? Yalang'och? Ba'zilar deyarli yalang'och yuradi. Shunday ochiq sochiq yuraveradimi, a? Uyalmay, hamma oldida-ya. Uyalmaydimi? Ha. Yes. Oltin soch yaxshi va mehribon qiz ekan. Lekin eri g'irt ahmoq ekan. Ha, bilasanmi oltin soch? Kecha nima qilganimni aytaymi? Mendesni qo'y qumalog'iga aralashtirib erimga berdim. U tiqilib qolay dedi. Rosa baqirdi keyin. Men ham shunday qilishim kerak ekanda. Yaramas, gilam qoqishni yomon ko'raman. Qarab tur. Ha, Bruce Leeman. Ha. Qani, men ham tepib ko'raman. Qara Sabinka, qara. Mana. Oltin soch. Jin ursin seni. Kun bo'yi sen yaramasni izlab yuribman. Tezroq uyga qaytmaysanmi? Hey! Yur, tush oldimga. Yur. Hoy, ahmoqmisan? Oltin soch, xayr. Ertaga ko'rishamiz. Bir kuni oyim uxlaganda, dadam Janibek bilan yaylovga ketishganda, uyimizga mahalla noziri keldi. Shunday xursand bo'lib ketdimki, unga hammasini aytib berdim va ariza ham yozdim. Qisqasi, ular meni o'g'irlab ketishdi va shu yerga qishloqqa olib kelishdi. Tushunmadim. Aytyapman-ku, ular meni o'g'irlashdi deb shahardan, keyin shu yerga xullas aldashdi-da meni. Nima deyapsiz? Nima, qozoqchani tushunmaysizmi? O'z ona tilingizni bilmaslik uyat. Yaxshi ham oltin soch dugonam bor edi. Ular meni o'g'irlab shu yerga olib kelishdi deyapman. Ular uni o'g'irlab ketishibdi.
O'g'irlashibdi? Qanday? Qanday? Aldov yo'li bilan. Ular menga oltin tog'larni va'da qilib, bu yerda esa tappi tog' ekan. Aldab olib ketdi. Keldi, ha. Shuning uchun hozir ariza yozmoqchiman. Ariza. Ariza yozaman deyapti. Boyadan beri shunday deb aytmaysizlarmi? Ariza yozaman deb. Mana, yozing. Voy, rahmat sizga. Xayriyat. Ularni hoziroq hibsga ola olmaydimi? Siz ularni hozir qamamaysizmi? Yo'q, albatta. Buning uchun shahardan maxsus guruh chaqirish kerak. Jinoiy guruh-ku. Ha, uni aytishcha... Ha, tushundim o'zim. Iltimos, tezroq chora ko'ring. Kuting. Kuting. Kutaman. Shunday kutaverdim. 1 soat, 1 kun, 1 hafta, 1 oy. Bu posbon meni ko'rishi bilan qayergadir qochib ketaveradi. Iltimos, to'xtang. O'rtoq militsioner, qayerga hoy? Va'da bergandingiz-ku. Bore, keyingina u bularning qarindoshi ekanini bilib qoldim. Yana men ahmoq pochtadan xat ham yuborib, javob ham kutib o'tiribman. Voy, omadim keldi. Yaxshi qiz, salom. Salom. Menga yordam berishingiz kerak. Meni o'g'irlab ketib, shu yerga olib kelishdi. Meni xatimni... Kechirasiz, men ruscha tushunmayman. Qozoqcha gapirsangiz. Voy, juda kulgili. Sizga aytyapman-ku, vaqtim oz. Xatlarni tezroq yuborishim kerak. Bu qanaqa odam? Aytyapman-ku, ruscha tushunmayman. Qozoqcha gapiring. Aytmoqchi, qishlog'imizda hamma qozoqcha gapiradi. Bu axir ota-bobolarimiz so'zlashgan til-ku. Eng boy, eng chiroyli, eng yoqimli. Axir bu kelajak tili. Qarasam, qishlog'imiz odatini bilmaydiganga o'xshaysiz. Tushunarli. Rahmat. Keyin bilsam, pochta xodimasi ham ularni qarindoshi ekan. Menimcha, butun qishloq qarindosh. Shaharga yozgan barcha xatlarim manzilga aslo yetib bormagan. Meni qo'y ichaklarini tozalashga majbur qilishyapti, debdi. Bu nima degani? Ichaklar, qo'y, haligi ichaklarni tozalatdi degani. Bo'ldimi? Yo'q. Shundan keyin xatlarni boshqa yo'l bilan yubora boshladim. O'xshab qolsa-chi deb o'yladim-da. Lekin bu ham yordam bermadi. Keyin qat'iyroq ish ko'rishga ahd qildim. Hammadan yashirincha yangi qarindoshlarimni sudga berdim. Adolatli sudga ishondim. U yerda oltin sochni erini akasi to'lik ishlardi. Janob sudya, ular meni o'g'irlab shu yerga olib kelishdi. Xo'sh, tinchlaning. Hozir hammasini aniqlaymiz. Alik og'a. Qanaqa Alik og'a? Siz uchun sudya Atay Bazarov. Juda jiddiy va muhim tekshiruv o'tkazamiz. Tushunarlimi? Ayblanuvchi. Uni o'g'irladingizmi? Yo'q. Ana ko'rdingizmi? Yo'q. Ishni yopishi mumkin degandim-ku. Shundaymi? Tolik. Men qarshiman. Nimaga qarshisan? Kinolarda shunday deyshadi-ku. O'tir joyingga. Qanday qilib sen advokat bo'lgansan? O'zingiz-ku, jim bo'l. Agar shahardan tekshiruv kelsa, sud binosiga nima bo'lganini o'zing aytasan. Mushaklar bormish. Bo'ldi, ishni yopavering. Janob sudya, axir bu noqonuniy-ku. Noqonuniy? Davlat printeridan xotining uchun taomnoma chiqarib berish. Noqonuniy, ha? Ha, yedingmi, yeding. Ochishing bilan ovqat chiqdimi? Qisqasi, yana xuddi temir yo'lchidek forma kiyib olganiga o'lasanmi? O'rtaq kuzatuvchilar, vagondan chiqing. Ma, g'ildiraklarini urib qo'y. Nega bunday qilishlarini hech tushunmayman.
Lekin u Dubayda yashaymiz deb va'da bergandi. Demak, siz qandaydir Dubay bizning Jogeridan yaxshiroq demoqchimisiz? Almataga ketmoqchiman. Men esa Parijga. Lekin hammamiz yashash joyimiz bir. Jogeri. Uni xotini bo'lgim kelmayapti. Men esa sudya bo'lgim kelmayapti. Kafalak bo'lgim kelyapti. Bir kun tongda uyg'onib, bu yerlardan uchib ketish uchun. Bo'ldi. Sizni uzoq va baxtli hayotga hukm qilaman. Oyi, dada, iltimos, meni qutqaring. Xullas, bugun sudga bordim. Bilasizmi? O'sha ahmoq, badbashara sudya ham o'shalarni qarindoshlaridan ekan. Avvallari hamma qozoqlar qarindosh deyishganida bu shunchaki hazil deb o'ylarkanman. Aslida unday emas ekan. Men bir reja o'ylab topdim. Qisqasi, o'zimni bu yerda hammasi yoqayotgandek, yaxshi kelindek tutmoqchiman endi. Hammasi xotirjam bo'lgach, men albatta uyga qochib ketaman. Shunaqa. Mayli, oyi. Dadajon, yaxshi qoling. Sizni qizingiz Sabina. Zerikarli qishloq hayotini o'zgartirish uchun o'zim bir nimalarni o'ylab topishim kerak edi. Oltinsoch, sizni qishlog'ingizda internet katta muammo deyman. Shuning uchun qishloq ijtimoiy tarmog'ini o'ylab topdim. Qishloqdoshlar deyiladi bu. Nima qilish kerak? Mana qara. Bu meni profilim. Bu esa meni avatarim. Nima? Bu qisqasi rasmimda. Senga xabar yuboraman, sen menga javob berasan, xo'pmi? Qara, senga yozyapman. Salom. Aha, tagiga yozaymi? Ha, javob ber. Salom. Nima qilyapsan? Devorga yozyapman. Qanaqa devor? Saytda. Ha, to'g'ri. Ko'rdingmi? Zo'ra. Ha, lekin Sabina shundoq ham gaplasha olamiz-ku. Hech narsa tushunmaysan. Bu hozir urfga kirgan ijtimoiy tarmoq. Ha, Sabina, bu yerda yigitlar bilan ham tanisha olamizmi? Ha, shunaqamisan. Bo'ladi. Faqat bu tarmoqda ikkalamizmi? Oltinsoch, haligi eringga o'zingni aslo xafa qildirib qo'yma, xo'pmi? U xafa qilmaydi. Dugonamiz-ku. Er ayolini himoya qilishi kerak. Xafa qilish emas. Doim javob berishni bilish kerak-da. Yur, chilim chekamiz. Chilim? U nima? Yur, ko'rsataman. Yur. Chilim nima deydi-ya? O'shanda dadamni tamakisini o'g'irlab chiqdik. Judayam o'xshamasa-da, bo'laveradi. Shumi chilim? Ha, shunaqa. O'zim ham bundayini ko'rmagandim ochig'i. Sabina. Qara, sichqonman. Hoy, sichqoncha Oltinsoch qani, a? Hay qizlar, eringiz joydami? A? Sabina, qara, samolyotman. Hoy, nimalar qilyapsiz? Esingiz joydami? Nima bo'ldi sizlarga, a? Voy qara. Ma'ozidun. Hay, kelinlar, nima qilib o'tiribsizlar yalpayib? Undan ko'ra borib sigirni sog'. Shag'u. Hey, nima qilyapsiz? Esingiz joyidami? Voy. Bu DiCaprio-ku. Bas qiling. Shunday qilib, haqiqiy uy qamog'iga tushib qoldim.
Sabina, salom. Ishlaring qalay? Salom. Yaxshi. Kecha yomon urushdimi, a? Ha, dadam rosa urushdi. Bir hafta uydan chiqmaysan dedi. Endi sigir ketidan yugurmaysan. Ha, o'zlari yuguraverishsin. Kecha maza qilib kulishdik-a. Ha, maza bo'ldi. Haligi. Sabina, hech nima kerak emasmi? Balki u bu narsa olib kelish kerakdir. Yo'q, kerak emas. Bunga ruxsat berishmaydi. Ha, Agar nima kerak bo'lsa aytaman, xo'pmi? Oy, kelin! Mayli. Borishim kerak. mayli, bardam bo'l, xo'pmi? Men sen bilaman. Mayli, bo'pti. Xayr. Oh, kakku. Aytchi, bu qishloqda yana qancha yashayman? Jin ursin. Jin bo'l dedim. Yaramas. Sabinka, bu qanaqa bilaguzuk? Buni bir odam sovg'a qilgan. Juda ham qadrli. Chiroyli ekan. Ha. Unga qarab, bir kuni shaharga albatta qaytishimga umid qilaman. Nega sigirlar itlardek o'z uyiga bora olmaydi-ya? U it emas-ku, sigirda. A? Haligi sigir it emas-ku. Ha. Sabinka, nega qozoq tilini bilmaysan? Axir qozoqsan-ku. Bilmayman. Kel, senga o'rgataman. Mayli. Yur. Voy, Sabina qara, bir nima yozib qo'yishibdi. Salom qizlar, tanishaylik. Voy, zo'r-ku. Hoy, xotin, bu nimasi? Buni erim yozgan. Meni profilimni qayerdan bilibdi? Bilmayman. Voy, Jinursin, yana urushadi endi. Daf bo'lsin. Menga qara. Balki qishloqda karaoke ocharmiz-a? Karaoke? Bu nima? Nima emish? Qani ortimdan yur. Julietta, yur dedim. Qani, bo'la qol. Какой мужчина, я хочу от тебя сына. Носа, ай себе ната, ай сечу пегу. Sağındım Almatımdı, sağındım kalyanımdı, sağındım tuzovkalarımdı, sağındım klublarımdı. Karaoke haqidagi fikrim hammaga yoqib qoldi. Shundan keyin bowling markazini ham ochdik. Golf klub va qimorxona ham. Bas. To'g'ri, soqqamiz yo'q edi. Shuning uchun bor narsa bilan o'ynashga to'g'ri keldi. Mana, 2 pomidor. Mana. Oshirdim. Ey, bo'ldi, taslimman. Hali qo'limga tushasan. Sabina! Hoy, Sabina! Hozir. Nega buncha baqirasiz? Ana u qo'radagi uloq chiqib ketmasin, qarab tur. A? Uloqqa qarab tur deyapman. Qanaqa uloq, qanaqa tur?
Ey, otangga rahmat. Unda samovarga choy qo'y. Nima? Samovarga choy qo'yaymi? Ha, bor dedim. Uf, nega faqat meni? Men borib 7-kanaldagi qizlar davrasini ko'raman. Obbo, qanday apparat bu? Yo'riqnomasini ham yozib qo'yishmabdi-ham. Qanaqa ekan? Hoy Joni, Nima? bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel, qo'rqma. O'ldirmasimdan samovarni qo'y. Dadam choy dedi, tushundingmi? Dadam aytaveradi. Hoziroq. Qo'ymasamchi? O'rgildim. O'zi qo'ysa o'ladimi? Xotin bo'lmay ketsin. Hoy, Oyi, menga bugun ana u Sabina pomidor otdi. Nima otdi? Pomidor. Qayerdagi gaplarni gapiraverasan a? Ha, bizni kelin choyni boplab damlabdi. Dada uni rahmat dada. Yana choydan quy. Albatta. Yana men bugun qisqasi ertalab turib hovlini supurdim. Keyin chelakdan suvni mana bunday qilib sepdim. Mana bunday. buni Voy men barakalla. Baraka top. men Ko'p gapirmay borib itga ovqat ber. axir men hammasini Bor. Qani, bizni kelin uchun oldik. Choy-ku? Xullas, dadam bilan til topishdik. Hatto bizni sirimiz ham bor edi. Dada, Sabina, senmiding? Men bu yerda dorimni izlayotgan edim. ha, dorimi? Oyingga hech nima dema, xo'pmi? Yaxshi. Unda bugun sigirni Janibek olib kelsin, xo'pmi? Mayli. U dangasa hech nima qilmaydi o'zi. Sen esa yotib damingni ol, borib televizor ko'ra qol. Bo'pti, mayli. Lekin bir kuni oldida noqulay bo'ldim. Judayam noqulay. Yaxshiyam oltin soch protiviga suvga kirdi. Bu yerda usiz o'tirib bo'lmaydi. Voydod, o'zing asra. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Tumaningizga yangi keldim. Amaliyotimda bundayini uchratmaganman. Men Niloni ko'rdim. Nilo? Qanaqa Nilo? Nuj deyish kerak. Noma'lum uchar jism. Yo'q, Nilo. Noaniq likillagan oybarkash demoqchiman. Tushunarli. Xullas, bunday azizim. Fantastikani kamroq o'qisin va 50 gram bo'lmasin. Buninglar ahmoq-ku. shuni aytaman-da. Siz esa tilingizni haqoratdan tiyib turing, boboy. Shahardan buning uchun kelmaganman. Haqoratlarni eshitish uchun. Aylanay, shirinlik bilan choy ichasanmi? Porami? Xudo saqlasin. Qanaqa pora? Unda mumkin. Men pora olmayman. Endi agar pora deb meni qishloqqa jo'natishgan bo'lsa, yana olsam, xo'sh qayerga yuborishadi, Xudo biladi. Aynan shu shifokor menga yordam berishini darhol tushundim. Yuring, qayerda qo'lni yuvishni ko'rsataman. Neft izlayapsizmi? Yuring. Yordam bering, iltimos. Bu ahmoqona qishloqda majburan ushlab o'tirishibdi. Men ham shaharlikman. Ular aldashdi. Sheyxning o'g'li oddiy qishloqi cho'pon ekan. Ular har kuni ertalab turib supurishga, suv tashishga majbur qilishadi. Ortiq bunga chidolmayman. Menga yordam berasiz-a? Sizdan yordam kutaman.
Sizga albatta yordam beraman. Meni tushunganidan juda ham xursand edim. Hay, qani kir uyga. Xullas, otaxonga fantastika mumkin emas. Keliningiz o'g'irlik haqida o'qimasin. Yarim qishloq aqldan ozganga o'xshaydi-ya. Tavba. Tushundim bolam. Ha. Ha. Rahmat. Tur o'rningdan. Eshak. Qisqasini aytsam, bu rejam ham ish bermadi. O'sha shifokorni boshqa qaytib ko'rmadim. Aytishlaricha, qo'shnimizdan 2 tovuq pora olgan ekan. Uni Xitoy chegarasiga yuborishibdi. Men esa qishloqda yana yashayverdim. Oltinsoch menga qozoq tilini o'rgatardi. Men esa shahar haqida aytib berardim. Hop, keyin olmoq. Olmoq? Xuddi soqolingni oldikmi? Soqolingni ol. Ha, olmoq. Olmoq. Xullas, Parijda, Milanda modalar ko'rgazmasi bo'ladi. U yerdagi modellar bunday yurishadi. Qara. Qani ko'rsatchi, bo'la qol. O'xshadi. Sabinka, men ham Parijga borgim kelyapti. Men u yerda 3 marta bo'lganman. Yo'q. Lekin u yerga albatta birga boramiz, xo'pmi? Ikkimiz Parijga boramiz. Albatta. O'sha kunlari o'zgarayotganimni tushunib qoldim. Buni tushuntirib bera olmasdim. Lekin bir nima o'zgarayotganini doim his qilardim. Lekin nimaligini sizga tushuntira olmayman. Yana Oltinsoch bilan qishloqda hayvonot bog'ini ochishni ham o'ylagandik. Kalla ishlaydimi? Nima? Bu qo'yni ko'rish uchun kim keladi? Kim? Bor-e. Oyi, mana bu keliningiz yana so'kdi. Xo'sh, men bu hayvonlarni har kuni ko'raman. 200 tangamni qaytaring, iltimos. Buni qarang-a. Hammasini ko'rib bo'lib, pulini qaytarib olmoqchi. Yo'qol bu yerdan. Ey, o'zim o'rgalaysizlardan, axir bu yerda noyob jonivorlar bor dedinglar-ku. Bularni shaharda ko'rmaysiz. Axir bular hayvon bo'lmay nima? Anoylarni topib oldingmi? Nima deyapsan? Bor dedim. Boshimni qotirma. Bor dedim senga, bor. Qarab turinglar, hali militsiya chaqiraman. Ha, hozir ko'rasan. Hozir sizni adabingizni berib qo'ymasanmi? Negadir biznes yurishmayapti. Hoy bolakay. Tezroq ko'r, bog'imiz yopiladi. Qaytimichi? 2 marta ko'r. Jonivorlarga qo'l tekkizmang. Bir kuni qo'shni bolakay hushtak chalishni o'rgatib qo'ydi. Oltinsoch! Oltinsoch! Ha, ketyapman. Salom. Salom Sabinka, qalaysan? Yaxshi. Ketdikmi? Sigirlarga borib kelamiz. Qozoqcha bemalol gapiryapsanmi, Sabinka? Senga rahmat. Atayin shu gapni yodlab oldim. Janubikdan iltimos qildim. Seni hayron qoldirish uchun. Tezroq o'rganish uchun ko'proq qozoqcha gaplashishing kerak. Balki. Xo'sh, ketdikmi? Yo'q, bugun bora olmasam kerak. Mushugim kasal bo'lib qoldi. Dumi og'riyapti. Kecha muxa bosib olibdi-ku. Ha, mushuging kasalmi? Mayli, unda o'zim boraman. Bo'pti. Xayr. Ketdik xo'jayin yaylovga. Bo'la qol, bos. Chori chambar. Keyin qisqasi biz qizlar bilan diskotekaga ketdik. Ha, yaxshi. Hoy, Sabina, bugun yaylovga nega bir o'zing bording? Ha, bilasizmi, Oltinsoch bormadi.
uni nima edi ya? Mushugi kasal ekan. Nimaga kasal ekan? Kecha Muxa uni bosib opti. Xullas, cho'zilib yotganmish-da. Hay, bu yoqqa kel. Piyonista, bu yoqqa kel dedim. Hay! Hay! Seni shoshmay tur. Hay, otangni ahvoli qalay? Ertasi kuni erimni jiyani keldi. Buvisinikida mehmon bo'lish uchun shunday shirin bola ediki. Ha, bu kelinimiz Sabina. Kelinoying bo'ladi. Meni xotinim. Ha, chakki emas. Nima? Ha, bu nabiramiz Nag'ashi Bek. Ha, ko'rinib turibdi, yaxshi bola ekan. Kelishgan ekan. Ronaldo muxlisimisan? Dada, Afg'onda xizmat qilganimda okopda yotibmiz. Boshimni ko'tarsam, dushmanlar kelishyapti. Soqollari mana bunday. Qo'lida avtomati bor. Bizda esa pulemyot. Biz oldikda pulemyot bilan qirib tashladik. Ular orasida bittasi tirik qolibdi. Qo'lida esa granatasi bor. Granatasini bizga uloqtirdi. Bum etib portladi. Nega yolg'on gapiryapsan? Qanaqa Afg'oniston? Aldama. Seni xizmatga olmagan-ku, yassavonliging uchun. Umring qishloqda qo'y boqib o'tyapti. Hay, chal, gapiraversin. Axir bola-ku. Hay kampir. Nega o'tiribsan? Hozir 7-kanalda ko'rsatuvlar boshlanadi. Ana shuni ko'ramiz. Ha, siz choy ichaveringlar. Hey, menga tezda suv olib keling. Nima? Borib menga suv olib kel. Tez. Jinni bo'ldingmi? Hoy sen. Hay! Oy, juda yaxshi bola ekan. Bu shumtaka boshidanoq menga yoqmadi. Hey, nima qilib yuribsiz? Do'kondan ichimlik olib keling. Nima? Boring, nega o'tiribsiz? Yoki hammasini buvimga aytib beraymi? Menga qara. Hoy, mitti Gitler. Ming'illasang boshingni uzib olaman. Bu meni hududim. Meni qonunim bo'yicha yashaysan. Tushundingmi? Tushundim. Hovlida boshqa, mana bunday maykachan yurma. Bor, endi borib hovlini supur. Tuyog'ingni shiqillat. Bor tez. Taxminan 1 haftadan keyin bu bezorini xatna qilishdi. Umrimda birinchi marta bolani shunday azoblab xursand bo'lishganini ko'rdim. Bu judayam g'alati edi. Ular xonaga kirib, uning ahvolini ko'rib, pul tashlab ketishardi. Shunda bu yaxshi biznes ekan deb o'ylab qoldim. Har oy kichkina bo'lakchani kesib, bir talay pul ishlab olish mumkin ekanda. Hammaga salom. Bu yana menman. Bilasizmi, juda yaxshi yangiligim bor. Oxirgi kunlarda birorta yaxshi narsa bo'ldi-ya. Xullas, ertaga uyga yangi kelin olib kelishadi. Ular yangi kelin keladi deyishyapti. Shaxsiy yordamchim bo'ladi-ya. O'z assistentim deyish mumkin. Albatta, tabaqalashishga qarshiman, lekin jang hech kimni ayamaydi. Hali nog'aramga o'ynaydi. U uydagi barcha ishlarni bajaradi. Men esa oyoq uzatib dam olaman. Dam olaman. Keyin esa hamma yangi kelin bilan ovora bo'lgach, men bemalol shaharga qochib qolaman. Qo'yil, yashasin. Biz tez orada sizlar bilan shahardagi bazmlarda ko'rishamiz. Ko'rishguncha albatta. Lekin xursandligim uzoqqa cho'zilmadi. Ertalab hammamiz yangi kelinni kutib olishga chiqdik. Xuddi meni kutib olishganidek. Xo'p, qani qarindoshlar tinchlaning. Qayerda uxlayman? Qani ko'rsat. Bunaqasini hech ham kutmagandim. Xullas, men hech nima qilmayman. Hammasi seni zimmangda. Tushundingmi?
Lekin sen ham kelinsan-ku. Oy, birinchi navbatda og'ir atletika bo'yicha sport ustasiman. Keyin kelinman. Men bilan hazillashma. Shunday qilib, yana bir muammo paydo bo'ldi. Uni hal qilishim ham kerak edi. Yaramas. Ba'zan mendan maslahat so'rashga aqli yetardi. Oh, tirrancha. Ertaga qandaydir qudalar kelish kerak ekan. Meni ko'rishganimi? Nima qilish kerak? Bu yerda anchadan beri yashaysan-ku, bilishing kerak. Avvalambor 5 barmoq pishirish kerak. 5 barmoqmi? Umuman olganda milliy taomimiz. Aql o'rgatma. Keyinchi? Keyin kelin salom ham qilish kerak. Bu yana nimasi? Shunday odat bor. Mehmonlar kelganda ko'prik mashqini bajarish kerak. Bo'lishi mumkin emas, rostdanmi? Ha, agar eplolmasang, sharmanda bo'lasan. Men nima yeb qo'ydimmi? Yana nima bor? Keyin albatta biror san'atingni ko'rsatishing ham kerak bo'ladi. Qanaqa san'at? Qanday qo'shiqni yoqtirasan? Haligi usi musi pusi yoqimtoyginam. Mana shuni kuylab bersang bo'ldi. Faqat avval kursiga chiqib olishing kerak. Tushunarli. Qudalarni yangi kelin Tozalab yaxshilab. ko'rish marosimi ajoyib o'tdi. Hatto unga achinib ham ketdim. Я горю, я вся во вкусе, рядом с тобой. На-на-на-на-на-на-на. Negadir tushunmadim. Kecha nega hammasi ustimdan kuldi? Agar kulishgan bo'lsa, demak ularga yoqibsan. Meni ustimdan kulishmagandi. Ha, menga yetolmaysan. Tabiiyki, qizilkek hech kimga yoqmadi. Shuning uchun hamma qilmishidan keyin Фу, слышь, Хаттабыч, ты после себя пшикал, что ли? Невозможно же! Или ты там биологическое оружие разрабатываешь? Фу, что за человек? Надо Чё за batıyval. Ağzına keşkediğin kırk Слышь? Menga qarang, oyijon, tezda qimizga borib keling. Juda ham chanqab ketyapman. Nega turibsiz? Boring. 1 2 1 2 tez yuring. Toshbaqa. Echki. xullas uni qaytarib berishga ahd qilishdi. Xuddi nuqsonli mahsulotni do'konga yoki zavodga qaytarib berganidek. Yaxshi qoling, qishloqlar. Ciao, bambino. Barakalla. Voy xayriyati. Ketdi. Barakalla. Qutuldiga. Ketdi. Ey xudoyim. Ketdi. Xayriyat qani, ketdi, yuringlar. Choy ichamiz endi, choy ichamiz qani. Meni qayrim kam deb o'ylab qoldim va ajoyib g'oya keldi menga. Ularni shunday ahvolga solayki, mendan qutulishni o'zlari orzu qilishsin. Mana Voy voy, u meni o'ldirmoqchi. Voy voy, voy, kuyib qoldim. sovuq nima ekanligini qayerdan bilay? Qaynoq suv deb o'ylabman. Ay, oyi. Rejam tez orada ish beradi deb o'ylardim. Hammaga salom.
Bu yana men Sabinaman. Juda yomon xabarim bor. Bilasizmi, o'sha echki qizilkek bilaguzugimni o'g'irlab ketibdi. Yaramas. Lekin xush xabarim ham bor. Men axiri qarindoshlarimni toqatini toq qildim. Tez orada meni haydab yuborishadi. Ertaga muhim mehmonlar keladi. Quda andalar. Maqsadimga albatta erishadigan vaziyatga o'xshaydi bu vaziyat. Xullas, Reichstagga yaqinlashib kelardik. 3 ta nemis oldinda, 4 tasi orqada. Yonimda bir polyak. Pulemyotda otib tashladik. Mana aziz mehmonlar, oling. Olinglar. Oling. Yenglar. Sizlarga yoqimli ishtaha. Dahshat, shu ham ovqatmi? Voy bu, sho'r bo'lib ketibdi-ku bu. Shundaymi? Yoqmasa yemang. O'zingiz pishirib oling. Chol. Ha, Anu 80 beylarni kelinni aytamanda. Tilla. Go'shtni pishirib, mehmonlarni qanday kutadi-ya, barcha odatlarni biladi. Uy chinniday top-toza. Bizniki esa mana el yurt oldida sharmanda qildi. nimayam qilardik, kampirshoh. Sabr qilamiz. Xudo sabr bersin. Sharmanda. Odamlarning yuziga qanday qaraymiz endi? Lekin keyin negadir juda ham uyalib qoldim. Qalaysizlar? Qishloqda nima gaplar? Yaxshimisiz? Tinchlik. O'zingizdachi? Yaxshi, rahmat. Mollaring qalay? O'tlab yuribdi. Semirib qolgan. Ha, chaqiribsiz. Katta rahmat. Qudamizni kim chaqirdi? Bilmayman. Oyi, go'sht qani? Qurib ketsin. Go'shtni pishiribman-ku. Uyat bo'ladigan bo'ldi. Voy bo. Salom. Mana mehmon bo'ling. Atayin siz uchun pishirdim. Katta rahmat. Yoqimli ishtaha. Tatib ko'raylik. Qanday mazali-ya. Bunday taomni umrimda yemaganman. Keliningiz yaxshi oshpaz ekan-a. Qo'llarini qarang Rostini shirinligiga. aytsam, o'zimdan hech qachon shunchalik faxrlanmaganman. Ha, Sabina, bor, damingni ol. Bugun ko'p ishlading. Qani bora qol. Hozir dasturxonni yig'ishtiray. Ha, dasturxonni Janibek yig'ishtiradi, boraver. Oyi, Yig'ishtirasan dedim. Kelinim charchab ketdi. Kelinimiz juda chaqqon. Ana u Saksenboyevlar kelinini yo'lda qoldirib ketadi meni kelinim. Shunaqa. Ha, aytmoqchi. Sabina, buni qara. Seniki emasmi? Ha, karavatni tagidan topib oldim. Yaltirab turgan ekan. Rahmat, oyi. tak bo'l. Hoy, ahmoq. Kelingi bunday deb bo'lmaydi. Qadrdonlarim, dada va oyi. Bugun juda yaxshi kun bo'ldi. Oyim meni maqtadi. Chin dildan harakat qilganim uchun va juda mazali 5 barmoq pishirganim uchun. Afsuski uni yeb ko'rmadingizda. Sizni qizingiz Sabina. Shu kundan boshlab qishloq hayoti menga chindan yoqa boshladi. Doim yangi mahsulotlar, jonli suhbatlar, ijtimoiy tarmoq va telefonlarsiz. Qozoq qishlog'ida bo'lmaganlar buni hech qachon tushunishmaydi.
bir paytlar men kabi. Hay, kelinimiz odam bo'p qopti. Oy kelin, bugun erta turibsanmi? Voy, dadajon, har kuni endi erta turaman. Keling, qo'llaringizni yuving. Hozir birgalikda choy ichamiz. Yaxshi, yaxshi. Kelinimiz qo'lidan choy ichaylik. Oyimga uy ishlarida yordam berish ham yoqardi. Kechqurun esa qishloq Instagramida suratlarni tomosha qilardik. O'shanda Janibek oyim bilan dadamni asrab qolgan farzandi ekanligini bilib qoldim. O'shanda ilk bor Jugeri qishlog'idagi birinchi kelinlar reabilitatsiyasi markazini ochish g'oyasi keldi. Xo'sh, hurmatli kelinlar, bizni Jugeri qishlog'idagi birinchi kelinlar reabilitatsiyasi markazimizga xush kelibsiz. Bu markazni ochishimizdan maqsadimiz mayli. Biz bu markazni ochishimizdan maqsadimiz oilaviy hayotda adashib ketgan kelinlarga yordam berish bo'ladi. Xo'sh, kim o'z hayotini aytib berishni istaydi? Men ismim Gulnar. Men kelinman. Salom Gulnar. Salom. Men erimga tekkanman. Nima? Erga tekkanman-da. Ha, turmushga chiqqan. Ha. Men boshqa qishloqda yashardim. 2 yil oldin haligi erimni ota-onasi meni ota-onamni oldiga kelishgan, keyin qudaqlikni o'tkazishgan, keyin o'sha yerda erimni ko'rganman. Nima? Ungacha eringni umuman ko'rmaganmisan? Yo'q. Xullas, 5 yil oldin yaylovga ketayotgan edim. Erim qalliqqan esa ota kelib meni haligi polosga urab, polosga buni qaraya olib ketgan. Men turmushga chiqqanimdan beri har kuni ertalab soat 6 da turib sigir sog'aman. Keyin esa barcha yangi dugonalarim bilan har kuni kech bo'lgach shunday uchrashamiz. Ularning hayotga bo'lgan qarashlari menga umuman yoqmasdi. Ularga mendan hech nima kerak emasdi. Faqat do'stlikdan boshqa. Hech kim hasad qilmasdi, tanishlari, kiyimlari bilan maqtanmasdi. Bu samimiy va dildan suhbat edi. Qishlog'imizda hamma ham kinoga bora olmasdi. Shuning uchun bitta chipta olib, hayotini qiziqarli qilib aytib bergan ayolga berilardi. Tabiiyki, eng yaxshi hikoyachi o'zim edim. Uni o'rgimchak tishlab olgach, u uyiga keladi-da, o'rgimchakka aylanishni boshlaydi. Keyin o'rgimchak to'rini mana bunday otadi. Qishloqda lanka o'ynashni o'rganib oldim. Bu bir bo'lak echki mo'ynasiga yopishtirilgan kichik qo'rg'oshin edi. Bunaqasi ketmaydi. Sizlar g'irrom qilyapsizlar. To'g'ri o'ynayapmiz. Oltinsoch, bo'la qol seni navbating. Muha, yutqazgan bo'lsang yutqazdim de. Soqqadan chiqar. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Qanday qilib non olaman? Bilmayman, bu sening ishing. Boraver. Mayli, bilaman. Hozir oyingga aytib berasan. O'zim olaman. O'ynaysanmi? Yo'q, men umuman qimor o'ynamayman. Unda nega o'tiribsan? Bor uyingga. Bir nechta haftadan keyin Jugerining lanka bo'yicha chempioniga aylandim. Askini ham yomon o'yin emasdi. Bu qo'y suyaklari bilan o'ynaladigan o'yin ekan. Xo'sh, mittivoylar, o'ynashni o'rganing. Askilaringizni qaytarib olishni istaysizmi? Sabina? Voy, oyijonie, juda ham charchadim. Unda uyga kirib dam ola qol. Ha, yo'q, hammasi yaxshi. Borib, itga ovqat beraman.
shaharga qochish fikri xayolimga borgan sari kam kelardi. Lekin bir kuni Menimcha boshqa qishloqqa kelib qoldik. Senga xaritani teskari ushlayapsan deb aytdim-ku. Ushlagan bo'lsam bordir. Nega asabiylashasan? Hozir topamiz. Ahmoq. albatta shaharga qaytgim kelgandi. Ota-onamga, do'stlarimga borishni xohladim. Avvalgidek klublarga, karaoke barlarga, ertalab soat 6 da turib, hovli supurish, ovqat pishirish, kir yuvish, pol yuvish kerak bo'lmagan shaharga qaytgim kelgandi. Lekin shu bilan birga bu hayotimni ham yo'qotgim kelmasdi. Chunki bunga oson erishmadim-da. Shuning uchun biroz qiynalgach, hozircha hammasi menga yoqayotganini tushunib yetdim. Shundan keyin qishloqdagi hayot juda qiziqarli bo'lib ko'rina boshladi. Urf-odatlarimizni bora-bora o'rgana boshladim. Ponchikmi? Qanaqa ponchik? Bo'g'irsoq. Dadam bilan qalin do'st bo'lib qoldik. Oy, badbashara poni. Kelinimni yiqitib yuborma. Xullas, hozirgi qishloq meni olib kelishganidan ancha farq qilardi. Yig'ilishimizda qizlar bilan turli mavzularda doim suhbatlar qurardik. Xullas shunday qizlar. Eringiz sizni ko'proq sevishi, qadrlashi uchun o'zingiz bir nimalar qilishni o'ylab toping, xo'pmi? Nima qilaylik? Birinchidan, tashqi ko'rinishingizga e'tiborli bo'ling. Agar doim xalat kiyishga majburlashsa, uni ham qandaydir o'zgartirishlar bilan kiyish mumkin-ku, axir, to'g'rimi? Shunda turmush o'rtog'ingiz sizga mehr bilan qaraydi. Qanday qilib? Bu xalatlarni kaltalatish yoki oyoqlaringizni ko'rsatishingiz mumkin-ku. Yangi dugonalarim bilan o'tmishda qolgan shahardagi hayotimdagi tajribalarim bilan bo'lishishni juda ham istardim. Yana eringizni rashk qilishga majburlash mumkin. Bu eng samarali usul. Rashk qilish? Ha, masalan, atayin eringizga ko'rsatib, kimdir bilan gaplashishingiz mumkin. Qishlog'imiz kelinlarga yordam berayotganimdan juda ham mamnun edim. Birga vaqtimizni qiziq o'tkazardik. To'g'ri, ba'zida g'amgin mavzularni ham muhokama qilardik. Yig'ilishlarimizda Oltinsoch o'zi haqida juda ko'p gapirmasdi, lekin uni bir nima bezovta qilayotganini doim sezardim. Men ham aytgim kelyapti. Sen? Keling, singlimiz Oltinsochni ham tinglaylik. Qaynonam meni yoqtirmaydi. Muha menga shoshma-shosharlik qilib uylangan deydi. Biron ishim yo'qmasa, doim shunday deydi. U Muhaga yaxshiroq ayolga uylanishing mumkin edi, deydi. Bunday muammo hammada bo'ladi. U meni yomon kelin deydi. Ularni uyiga kelgan kunimdan beri hech nimani bilmaysan, deydi. Oltinsochni bu gaplaridan keyin dugonamga yordam bermasam bo'lmasligini tushundim. Va buni o'ylab topdim. O'sha kunlari qishlog'imiz oqsoqoli Jugerining eng yaxshi kelini tanlovini o'tkazmoqchi bo'ldi. Qishlog'imizning eng yaxshi kelini qimmatbaho sovrin oladi. Ya'ni oshxona kombayni. Qishloqdoshlar,
Albatta, meni imkoniyatim juda katta emasdi. Lekin baribir o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Tanlov bir necha vazifalardan iborat edi. 4-si tezlik bilan sigirni sog'ish. Bu vazifa men uchun eng osoni edi. Qaynonam sigirni tez sog'ishni o'rgatib qo'ygandi-da. Va 5-vazifa liboslarni chiroyli ko'rsatish. Xullas, tanlov boshlandi. Albatta, hamma g'olib bo'lishni istardi. Biz idishlarni yuvdik, bo'g'irsoq qovurdik, hovlini supurdik. Oltin soch uchun g'alaba muhimroq ekanini sezardim. Shuning uchun sigir sog'ishda unga yon bosishga ahd qilgandim. Men unga atayin shunday qildim. Tanlovni oxirgi kuni modalar haftaligini o'tkazadigan bo'ldik. G'olibimizni qutlaymiz. Jogerining eng yaxshi kelini Qarabayeva oltin soch. Mana sovrin, oshxona kombayni. Rahmat. Aytgandim-ku, meni kelinim qishloqning eng yaxshi kelini. To'g'ri qilding, aylanay. Aqlingga balla. Rahmat senga. Nima uchun? O'zing bilasan. Endi qaynonam men bilan faxrlanadi. Oltin soch. Haqiqatdan ham dunyodagi sen eng yaxshi kelinsan. Tanlovlarsiz ham. Umrimda birinchi bor qilgan ishimdan faxrlandim. Ha, aytmoqchi. Aytishni unutay debman. Bir kuni qishloq nozirini uchratib qoldim. Uchratdim emas, uni o'zi keldi. Hamma uxlayotganida. Sabina, esingdami? Ana ularning ustidan ariza yozmoqchi eding. Ariza? Ha. Men senga yordam beraman. Bo'la qol, vaqtimiz yo'q. Markazdan tekshiruv kelyapti. Biz ularni ushlaymiz. Bilishimcha, bu qarindoshimiz erimdan qarz bo'lib qopti. Qarzni bermaslik uchun uni uzoqroqqa ravona qilmoqchi bo'lgan. Hoy sen, qani tuyog'ingni shiqillat, tushundingmi? Nima? Bor, yo'qol dedim. Senga sotqinmanmi, a? Yo'qol dedim. Ay. O'rgildim. Yaramas. Shu paytda bu odamlar begona emasligini tushunib qoldim. Kelinga bor haqiqatni aytish kerak. Uyat bo'ladi. Shunday deb o'ylayman. Ha. Kelinimiz yaxshi. Unga buni qanday aytamiz? Hammaga salom. Bu yana men, Sabinaman. Bilasizmi? Jugerining eng yaxshi kelini tanlovidan keyin menga ishonadigan bo'lishdi va kuzatmay ham qo'yishdi. Ertaga qarindoshlarim qo'shni Gulbarshin qishlog'iga ketyapti. Yolg'iz qolaman. Bilasizmi? Eshitishimcha, bu yerdan 3 kilometr uzoqlikda shaharga olib boradigan bir avtobus o'tarkan. Ya'ni men uyga qaytishim mumkin. Oyi, dada, faqat xafa bo'lmang. Lekin hozir men uyga bora olmayman. Uyda ishlarim ko'p. Devorni bo'yash kerak. Chunki keyingi hafta qudalar kelishadi-da. Shunga uyat bo'lmasin tag'in. Oyimga yordam kerak. Dadamni ham tobi yo'q. Buni ustiga bu yerdagi dugonalarim bilan
tug'ilgan kunimni nishonlamoqchiman. Unga oz qoldi-ku. Oyi dada, sizni juda yaxshi ko'raman. Qizingiz Sabina. O, Jako, nima bo'ldi? Qishloqdan xotin topolmadingmi? Hey, u mening xotinim. Bo'ldi, Jako. Janibek unchalik yomon bolaga o'xshamasdi. Avvaliga minishga qo'rqqanman. Rostdanmi? Ha, keyin esa Men esa qo'rqmayman. sen jasursan-da. Granatani bunday otgan, men esa ushlab oldim. Portlamadi. Portlamadi, o'lmadik. Naryoqqa otib yubordim, portlab ketdi. Bu yer biram yaxshiki. Ha, Nega bolaligimda qishloqqa kelishni istamagan ekanman? Sabina, senga bir gapim bor. Qanday? Nima desam ekan? Janibek, nima demoqchiligingni bilaman. Kel. Aytmay qo'ya qol. Xullas, qishloqdan qochkim kelmay qoldi. Bundan buyon shaharga yangi oilam bilan boraman deb niyat qildim. Ota-onalarimiz ham do'stlashib ketishini juda ham istardim. Suhbatlashardik, o'ynardik, qo'shiq kuylardik. Qo'shiqlarim, seni unutmadim. Men hech qachon klubga bormaganman. Men ham endi hech qachon bormasam ham kerak. Sabina, men ham klubda o'ynagim kelyapti. Xo'sh, qizlar, agar sizlarga yantoq kerak bo'lsa, tuya bo'ynini cho'zish kerak degan. Shunday qilib, qishlog'imizda klub ochishga ahd qildik. Ayni tug'ilgan kunimda. Kalishda kiritilmaydi. Hoy og'ayni, xotinim ma'mur bu yerda. Bizda kalish kontrol mumkin emas. Hoy og'ayni, xotinim shu yerda, o'tkazib yubor. Senga mumkin emas dedim. Mana. Ker. Aynan shu bazm uchun o'zimga chiroyli ko'ylak ham tikdim. Hatto qaynonam buzilgan pardasi uchun meni urishmadi ham. Qadrli do'stlar, Badbashara poni klubimizga xush kelibsiz. Bugun bu yerga Sabinani tug'ilgan kunini nishonlash uchun yig'ildik. Tug'ilgan kuning bilan Sabina. Katta rahmat. Senga sovg'am bor. Oshxona kombayni. Senimi? Oshxona kombaynini berib yubordi-ya. Buni qara. Oltin soch, nega? Axir bu sovrin seniki-ku, uni yutib olgansan. Sabinka, sen eng yaqin dugonamsan. Olib bo'lmasa, xafa bo'laman. Katta rahmat sizlarga. Juda ham yoqimli. Sabina, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat. Seni yaxshi ko'raman. Bu senga. Haqiqiy tillazrak. Sen uni qayerdan olding? Buni qo'yaver azizam. Lekin uy ta'miri keyingi yilga qoladi, menimcha. Senga katta rahmat. Hammangizga rahmat do'stlarim. Bugun bu yerga kelganingiz uchun ham rahmat. Keling, tonggacha kuylab raqs tushamiz. Bugun biz bilan DJ Traktorchi Nurg'ali og'a. Hamma raqsga. Oltinay, ba'zim juda zo'r bo'lyapti-ya. Shunday qilish shartmi? Qanday? Bunday. Doim shunday qilaman. Shaharda bunday qilishmaydi. Men esa qilaman. Unda qilaver.
yo'ldan urishini bilgandim. Janibek qara, oyim nima sovg'a qildi. Tabriklayman. Rahmat. Senga doim daf bo'l deganim uchun meni kechir. Qo'yaver. O'rganib ham qoldim. Sabina, senga bir gapni aytmoqchi edim. Nimani? Haligi qishlog'imizga tasodifan kelmagansan. Bu nima deganing? Xullas, dadang. Demak, kelishdik. Uni olib ketasiz. 1 yilgami, 2 yilgami farqi yo'q. Asosiysi, meni qizim qishloqda yashash kerak. Telefon, xat bo'lmasin. Kun u tun nazoratda bo'lsin. Buni nima keragi bor? Shaharda tarbiyasi buzildi. Qizim haqiqiy odam bo'lsin deyman. Bunday yurishidan yaxshilik chiqmaydi. Mana bu bonak. Uni qanday olib ketaman? Men hammasini o'ylab qo'ydim. Ha. Nima dedi? Umutçu meni tez Qiyinaldım onu siz Mağan da sağan jası Umutçu meni tez Umutçu meni tez Keşirşi meni keş Mağan da sağan jası Umutçu meni Tag'ı Bu men uchun eng kuchli zarba bo'ldi. Yaqindagina mehrim tushgan odamlar va o'z ota-onam shunday qilishlariga hech ham ishona olmasdim. Bu esa men uchun juda og'ir bo'ldi. Shuning uchun nima bo'lsa ham shaharga ketishga ahd qildim. So'rama Endi O'zimni hech narsa bo'lmagandek ko'rsatishga harakat qildim. Yaxshiyam Janibek menga hammasini aytganini eslolmas ekan. Xo'sh, tug'ilgan kuni qanday o'tdi? Rahmat, yaxshi oyi. Ha. Oyi, biz rosa raqsga tushdik. Biz ham borishimiz kerak degandim-ku, o'zing. Qo'ysangizchi, vaqtimiz o'tgan. Shu kunlarda sigirimiz bolalash kerak edi. Men esa shundan foydalanmoqchi bo'ldim. Choy ichinglar. Ha, qo'ya qol. Oyi, tezroq kelinglar. Sigir bolalayapti. Nima? Sigir bolalayapti. Tezroq. Bo'la qolinglar, Janibek, tezroq. Sigir bolalayapti ekan. Qani kela qolinglar. Bo'lsangchi, qani tezroq. Qayerda? Qayerda? Ana. Voy! Hey, ustimizdan yopib ketdimi? Sabina, esing joyidami? Och eshikni, Sabina. Sabina, qaroring qat'iymi? Qat'iy oltin soch. Uyga qaytyapman. Shaharga boraman. Albatta bor. Telefonimni yozib qo'ydim-ku. Ha. Sabina, och eshikni Bu och. esa senga. Sabina. Olaver oltin soch. Dugonamsan-ku. Rahmat senga, Sabina. Seni sog'inaman, Sabina. Men ham seni sog'inaman. Eshikni och, Sabina. Mana endi uyga ketyapman. Ana avtobusim kelyapti. Xayr. Sabina, Sabina! to'xta! Sabina! Ana bo'ldi.
Kelinimiz ketdi. Endi nima qilamiz? Qurib ketsin. Sabina. Sabina. Albatta, hammaga yaxshi yakunlangan filmlar yoqadi. Ammo hayotda doim ham kinodagidek bo'lavermaydi. Shunday qilib shaharga qaytdim. Ishga kirib, ota-onamdan mustaqil bo'ldim. 19-asrda Shimoliy Qozog'istondan topilgan. Men yana ona tilimga alohida e'tibor bera boshladim. Endi oyim, dadam va Oltinsochni hech qachon ko'rmasligimni bilardim. Va yana Janibekni ham. Janibek. Barcha kelinlarga bag'ishlanadi. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohibjon Nurmuhammedov, dublyajda aktyorlardan Gulxumor Abdullayeva, Avaz Qodirov, Dilfuza Shonazarova va Hoji Akbar Komilov ovoz berishdi. Tarjimon Kamola Boshbekova, montaj ustasi Samandar O'rinboyev, muharrirlar Rustamjon O'rinov hamda Zulayho Keldiboyeva. Film tugadi. Nurli g'allam, sirli g'allam, qudretingga g'ajoyib yeterme baqa asl alim, jasl alim. Taqdiringda qo'rg'aydi muhabbat qana. Oldimizda armon yo'q, oldimizda zambilis,